أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Sahih Bukhari dersimizin birinci dersine başlayımız. Allah Teala bizge minfetlik ilm ata qilsin va bu o'rgangan ilmimizni dunyo va oxiratning baxt saodatini qo'lga keltirishimizga vasila qilib bersin. Bugün dersimizni başlashdan burun tunji qatimliq bu soatda oldi bilan shu hadis o'qiydigan o'quvchida bo'lishi tegishlik zarur adab axloqlar va boshqa o'sha hadis ilmi to'g'riliq bir oz tushuncha berib o'tmoqchiman. Oldi bilan hadis o'qiydigan o'quvchida bo'lishga tegishlik zarur adab axloqlar qaysilar? Oldi bilan men hadis o'rganishdan burun hadis o'qimoqchi bo'lgan o'quvchida bo'lishga tegishlik zarur adab axloqlarni ta'kidlab o'tmoqchiman. Bular umuman shar'iy bilimlarni o'qiydigan o'quvchilarda bo'lishga tegishlik adab qoidalar. Hadis sharif o'qiydiganlarda cho'qim tepirish lozim va ularni chin tutmash lozim. Bu adab axloqlarning birinchisi hadis o'qiydigan o'quvchida ve şer'i bilimlerin öğrengichida çokum ixlos bo'lishi lozim. Niyetini ruslash lozim. Bu şu hadisni o'qishda Allah roziligini ve cenneti ko'zlashi lozim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq degan: ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haqni e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Bu sura Bayyinadagi 5-oyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda haqiqatan amallar niyatlarga bog'liq, shaksizki har bir odamning niyat qilgan narsasi bo'ladi degan. Va undan boshqa ixlos qilish ta'kidlangan ko'plagan oyat va hadislar bor. Endi ikkinchi adab axloqqa kelsak, hadis o'qishga qattiq ahamiyat berib ketib, Qur'on tashlab qolmaslik lozim. Chunki hammamizga ma'lum bo'lgandek, shariatning manbalari asosli 4. Ular Qur'on-i Karim, hadis sharif, icma ve kıyas. Demek Kur'an birinci orada durdu. Bazı hadis okuyduğun okuyuşlarda muşundak bir illet körlük kılavatdı. Hadis dep çunqurlap kelip ketaverip, Kur'an bir chetga tashlab qolgan. Dalil qilinishga to'g'ri kelsimi, Qur'onda aniq ro'shan dalillar tursimi, hadisning dalil agilishga kuchaydigan. Qur'onni tadqiq qilmay, hadisni tadqiq qilgan muşundak bir ahvol bor. Amaliyatda bo'lsa hadis shu Qur'on Karimning izohati, bayoni Qur'on Karimga xizmat qiluvchi hisoblanadi. Endi bu hadis o'qiydigan o'quvchilarda bo'lishdagi 3-chi adab axloq, hadis o'qiydigan o'quvchida islom axloqi bo'lishi lozim. O'rganayotgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning axloqini, sahoba kiramlarning axloqini amaliyotida tatbiqlashga tirishishi va nafsi bilan kurash qilish lozim. Dördüncüsü, ilim o'qish jarayonida Alloh taologa, Rasuliga va sahobalarga qarata iman, ulamolar va ustozlarga qarata hurmat bo'lishi lozim. Buningki birinchi turida Alloh taologa qarata adab bilan muomala qilishdir. Buningda Alloh taoloning ismini zikr qilgan vaqtda Allohu taolo, Allohu tabaraka va taolo, Allohu azza va jall, Allohu subhanahu va taolo deb o'sha o'z loyiqini ulug'lash iboralarini ishlatish lozim. Bu shunday ulug'lagan chaqda bandaning qalbida Alloh taolodan qo'rqish va taqvodorlik hosil bo'ladi. Natijada bu ilmning foydasi tegadi. Ikkinchi bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarata adab bilan muomala qilish. Bunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismi zikr qilingan chaqda alayhissalom yoki sin deb o'sha sin harfini yozib qo'yib o'tib ketmasdan sallallohu alayhi vasallam yoki bo'lmasa alayhissalatu vassalam
deyishimiz lazım. 100 qatim takrorlansa 100 qatim deymiz, 10 qatim takrorlansa 10 qatim zerikmasdan shundoq durud salomlarni yo'llab turishimiz lazım. Bu durud salom yo'llashning o'zi bir ibodat. Chunki Alloh taolo va farishtalar durud o'qigan va bizni shunday qilishga buyurgan. Shundoq bo'lg'achqa Allohga va farishtalarga ergishish, ularni do'rash va Allohning buyruqini bajo keltirish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismi zikr qilingan har qatimda durud salomlarni yo'llab turishimiz lazım. Alloh taolo Qur'on Karimda Estaizu billah Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima deb mushtaq dedi. Hadisda bo'lsa Rasululloh zikr qilinib durud etmaganlar bexillar degan mazmunda hadis kelgan. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir qatim durud etsa Alloh taolo unga 10 qatim rahmat qiladi degan hadis bor. Agar biz o'qigan kitobda alayhissalom deb kelib qolgan bo'lsa yoki durud o'qilmagan bo'lsa biz o'zimiz o'qiymiz. Endi hadisni rivoyat qilgan chog'da hadisni rivoyat qilishda aynan rivoyat qilish kerak degan gap bo'lsa-mu, biz buningga sallallohu alayhi vasallamni qistirib mushtaq o'qib hech narsaga taqishib qolmaydi. Chunki buning o'zi bir duo. Duoni qistirish kerak bo'lishqa. Agar bizning bu kitobni olgan natijamiz boshqa hech narsa bo'lmay, faqatla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zikr qilgan chog'da durud salom yo'llab olsak, faqat shu foyda bilanla bu kitobdan chiqib ketarsakmi, buning o'zi yanada cho'ng foyda hisoblanadi. Endi 3-chi bo'lib sahoba kiramlarga adab bilan muomala qilish. Ularning yaxshi ish izlari bilan yad etish. Ularning islom uchun qo'shgan tuhfa fidokorliklarini eslash. Ular haqida deyilib qolgan ba'zi bir gap so'zlar haqida to'xtalmaslik va ismi chiqqan chog'da Alloh taoladan ularga rozilik tilash lozim. Raziyallohu anhu, raziyallohu anha, raziyallohu anhuma deb shundoq ularga qarata Alloh taoladan rozilik tilash kelimelerini, ibarelerini işletişimiz lazım. Eğer iki sahabe kelib qolgan bo'lsa, ularga qarata raziyallohu anhuma deymiz. Eğer ikkidan ko'p sahabe kelgan bo'lsa, raziyallohu taala anhum deb bundoq deymiz. 4-chi nuqtada ulamolar, imomlar va barliq fazilat egalari qarata ularni hurmatlash va izzatlash bilan tilga olish lozim. Ölüp ketkenler bolsa rahmehullah, rahmetullahi aleyhi deymiz. Hayat şunak alimler bolsa hafizahullah, ekremehullahu fid dareyn deb şunak dua qilib hurmatini qilishimiz lazım. 5-chi nuqtada şu qatorda ders o'qiyotgan ustozlarni ashundoq hurmat, adab bilan izzatlash lazım. Ularni ismi bilan chaqirmaslik ve ulara qarta bir xil mehr shafqat bilan muomala qilish lozim. Ustozni qistab qo'ydigan, o'g'ayslantirib qo'ydigan yoki ichini siqib ishlarni qilmaslik lozim. Yoki bo'lmasa ustozni sinab boqadigan bunday ishlarni qilmaslik lozim. Bu ustozlarga qarta adab bilan muomala qilishning jumlasi hisoblanadi. Endi shu hadis sharif o'qiydiganlarda bo'lish tegishli adab qoidalarniki 5-chisida o'quvchi gunoh ma'siyatdan yiroq turish lozim. O'qiyotgan ilm gunoh ma'siyatdan yiroq turishni o'rgatadigan. Ilgimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ish izlarini, axloqini o'rgatadigan, taqvodorlik yo'qtiradigan ilm bo'lg'achqa, davomli gunoh ma'siyatdan yiroq turishga tirishmoqimiz lozim. Dars kelgan chog'da kitob, daftar va qalam cho'qim bo'lishi lozim. Chunki darsga ma'lumotlarni yozib olmasa, unutilib ketish ehtimoli bor. 6-chi adab axloqda hadis o'quvchi uchun xos muhim nuqtalar so'zildi. Buning birinchisida hadisni lafzan rivoyat qilish bilanla cheklanib qolmay, balki ma'nosini tushunib, o'zlashtirib menish lozim. Hadis rivoyat qilganlarda ko'pincha ashundoq shaklga ahamiyat berib, lafzni rivoyat qilgan, lekin ma'nosini cho'nqirlab tushunib ketmaydigan mushtaq bir ahvol bor. Ikkinchi bo'lib raviylarning ahvolini, ishonchlik, rostchil, yolg'onchi yoki unutqoq degandek ahvollarini bilish lozim. 3-chi nuqtada jarh
Cerh ve ta'dil deymiz endi. Yani ravilerine baha berdigan ulamalarning tutgan yo'lini bilish lozim. Ba'zi olimlar chin muomala qiladi, ba'zilari boshqa muomala qiladi. Masalan, 4-nuqtada hadisshunoslarning kitoblaridagi metodlarni bilish lozim. Hadis kitoblarini va bu hadis kitoblarini sharhlagan, izohlagan kitoblarni bilish lozim. Bularning hammasi hadisning ma'nosini tushunish, joyida ayirish uchun shunday bo'lgan. 5-nuqtada hadis rivoyat qilishda shu ilmning adab qoidalariga, shartlariga rioya qilish lozim. Hadisni jiq anglab, jiq rivoyat qilay deb ba'zi shartlarga sal qaramaslik lozim. Bilishimiz kerakki, bu ilm degan bir omonat. Shunga hadisni naql qilgan chog'da yoki hadisni sharhlagan bir izohatni naql qilgan chog'da yoki berilgan bahoni naql qilgan chog'da biz o'zimiz yenimizdan chiqarib degandek shaklda emas, nadin naql olgan bo'lsak, qaysi olimning qaysi kitobidan olgan bo'lsak, shu manbani eskartib qo'yish lozim. O'ziga mansub qilib olmaslik lozim. Ya'ni o'ziga mansub qilib olmaslik lozim. Albatta, naql olgan vaqtimizda ba'zida aynan olamiz, ba'zida mazmunini bir oz yig'ib, ixchamlashtirib, ancha-muncha o'zgartib berishimiz mumkin. Arabchadan aynan oldim yoki bitasarruf, ya'ni ozroq o'zgartib oldim deb qo'yishimi, aslidagi manbani eskartish lozim. Yanıla mazmun egasiga mansub bo'lish lozim demoqchi. Endi hadis sharif o'qiydiganlarda bo'lish tegishli 7-adab axloqqa kelsak, hadis va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga qarta islom dushmanlari, sharqshunoslar, xristianlar o'ttirib chiqargan shubhalarni ilm elayotgan dastlabki mezgilda tadqiq qilmaslik lozim. Endi yuqorida so'zlab o'tganlarimiz hadis ilmida o'qiyotgan o'quvchida bo'lishga tegishli muhim adab axloqlarning bir qismi. Endi hadislarning yozilish tarixi. Hadis qachondan boshlab yozib qoldirilgan desa, albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonidan tortib yozilishga boshlagan. Oyatlar ham yozib xotirlashga boshlagan. O'z vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy tushganda vahiyni yozib olgan katiblar bor edi. Oyatlar bo'lsa teriga, ustun so'zlarga yoki yog'ochlarga yoziladi. Ularga dastlabki bosqichda oyat bilan hadis olishib ketib qolmasin deb hadislarni xotirlashni cheklagan. Keyin Qur'on oyatlari sahobalar tomonidan yodlanib qalblarda o'rnagandan keyin olishib ketishdan ansirmagandan keyin endi hadislarni yozinglar deb buyurgan. Shu chog'dan tortib sahoba kiromlar hadislarni yozishga boshlagan. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumaning sahifasi bor edi. Hazrati Alining yozib qoldirgan sahifalari bor edi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumaning sahifasi bor edi. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhuning shundoq sahifasi bor edi. Demak, bu shundoq yozib qoldirganlar, ko'ngil berganlar bor edi. Lekin umumyuzlik hadislar bo'lsa to'plagan emas. Qur'on Karimni ikki muqov orasiga to'plashga Hazrati Abu Bakr buyurgan. Shu chog'lardagi xalifalardan Abu Bakr va Umar hadisni to'plashni o'ylagan, lekin buni vujudga chiqara olmagan. Yoki bo'lsa, yoki hozir to'plashga toza munosib emas deb qaragan. Undan keyin tabiinlar davri kelgan chog'da Hazrati Umar ibn Abdul Aziz, ya'ni 5-xalifa rahmatullohi alayh hadis to'plashga buyurgan. Masalan, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm hadislarni to'plagan shu davrda. Muhammad ibn al-Muslim, ya'ni Ibn Shahab az-Zuhri hadis to'plagan. Ulardan boshqalarimi to'plagan. Shu to'plamlar bir qancha nusxa ko'paytirilib, ma'lum shaharlarga tarqatilgan degan rivoyat bor. Endi aloqador kitoblar haqida so'zlaymiz. Tabiinlar va ulardan keyingi atba'ut tabiin davrida, shundaqla ulardan keyingi zamonlarda hadis to'plamlari yozilishga boshlagan va bularning yozish uslubi har xil bo'lgan. Masalan, ba'zilar hadislarni fiqhiy boblar bo'yicha, ya'ni kitobut tahara, kitobus salat degandek tahorat, namoz, zakot, roza deb
işte bablarga bölüp yazgan. İkinciden yani bazılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet kılgan sahabe-i kiramlarını birden tutup yazgan. Mesela Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu rivayet kılgan bütün hadislerini bir toplam kılıp, Cabir radıyallahu anhu rivayet kılganlarını bir toplam kılıp, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ninkini bir toplam kılıp degandek müşnak yazgan bulup, bu türlü kitaplar El-Musnad yoki El-Masanid deb atalgan. El-Musnad degan shu sahabeninki sanadi bilan Rasulullahga tutashtirib rivoyat qilgan hadislar bo'lg'achqa, u hadislar qaysi bobda bo'lishidan qat'iy nazar hammani yig'ib mushta yozilgan kitobni ko'rsatadi. Masalan, Musnad Ahmad ibn Hanbal deymiz, Musnad Abi Davud at-Tayalisi deymiz, mushta o'xshash kitoblar. Yana El-Jami' degan ismda hadis to'plamlari bor. Bular qanday kitob deganda, bular kitobini fiqh boblari bo'yicha to'plagan bo'lsa-mu, hadisdan bo'lsa fiqh doirasida bo'lmasa-mu, hammani to'plab olgan o'sha kitoblar. Mesela Ashraf Sa'a, El-Fitan vel Malahim degandek va yoki tibobatga aloqador hadis bo'lsin, hammani to'plagan. Bu tur to'liq to'plam bo'lg'achqa El-Jami' deb atalgan ekan. Mesela İmam Buxoriyning Sahih Buxoriy, El-Jami'us Sahih to'liq ismi, bu kitobning to'liq ismi El-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar li umuri Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem ve sunanihi ve ayyamihi. Bu kitap İmam Tirmizi'ninki Jami'ut Tirmizi qatorliqlar El-Jami' deb ataladi. Yine İmam Buxoriyninki biz o'qimoqchi bo'lgan bu Sahih Buxoriy kitobi-mu El-Jami' degan to'plam qatoriga kiradi. Yana ba'zi olimlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan jihatlari, g'azotlari, qo'shin avatishlari va shuning tarixiy jarayonlarini to'plab As-Siyar vel Mag'azi deb kitob yozgan. Masalan, Siyarul Vaqidi, Siratu ibn Hisham deganda kitoblar. Yana ma'lum bir temani yoki ma'lum bir mavzuni tutib turib, shunga munosabatli hadislarni to'plab kitob yozganlarmi bor. Masalan, Abdullah ibn Mubarakning Kitabul Jihadda jihadga munosabatli bütün hadislarni to'plagan. Abdullah ibn Mubarak o'zi mujohid ulamalardan biri. Uning yana Kitabul Zuhd nomli bir kitobi bor bo'lib, uningda taqvodorlik, shubhidan yiroq turish qatorliq masalalarga aloqador hadislarni to'plagan. Ondan başka Sunan kitaplar var. Mesela Sunan İbn Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Davud degandek. Bular asasen fiqh boblariga qarab ratlab to'plangan hadis kitapları. Yana ondan başka turli kitaplar var. Bu kitaplarning ilgilari bu kitapta faqat sahih hadislarni to'playman deb hadisning sahihlik darajasiga qarab to'plam qilgan. Mesela Sahihul Buxoriy, Sahih Muslim, Sahih Ibn Xuzayma, Sahih ibn Hibban degandek kitoblarni ko'rsatadi. Yana boshqa turli kitoblar bor. El-Musannafat deyilgan mushta kitoblar bor. Bu qanday kitoblar desa, Musannaf ibn Abi Shayba, Musannaf ibn Abdurrazzaq degandek mushta kitoblar bo'lib, Musannaf deganimizda buningda marfu hadis bo'lsin, sahobadan kelgan mavquf hadis bo'lsin, sahobalarning ish izlari bo'lsin, tabiinlarning so'zlari, ish izlari bo'lsin, fiqh boblariga taqsim qilib, hammani to'plagan kitobni ko'rsatadi. Yana mustaxrajat deb bir turi bor. Bu mustaxrajat deganimizda İmam Buxoriyning Sahih Buxoriyni ilib aytsak, İmam Buxoriy o'zining ustozlaridan olgan hadislarni rivoyat qilgan. Ondan ulamolardan birisi kelib, İmam Buxoriyning ustozidan emas, boshqa biridan, masalan İmam Buxoriyning ustozining savodoshlaridan biridan o'sha hadisni rivoyat qilgan bo'lsa, Sahih Buxoriyda kelgan hadislarni İmam Buxoriy ma'u ustozidan rivoyat qildi. Yana bir olim bu hadisni men boshqa bir ustozdan rivoyat qilaman deb o'tirib qo'ysa, mana bu mustaxraj bo'ladi. Ya'ni bir kitobning bütün hadislarini o'zining ustozidan boshqa bir kishining rivoyati bilan olib kelsa, mustaxraj deydiganmiz. Masalan, bu turli kitoblardan Mustaxraju Abi Awana, El-Mustaxraj ala Sahihayn deganda kitoblar bor.
Ondan başqa mu'jam kitoblari bor. Mu'jam deganimizda harflarning tartibi bo'yicha hijoi shaklda, masalan elif, ba, ta, fa degandek yoki sahoba kiromlarning yoki raviylarning ism tartibi bo'yicha, ya'ni abjadiy yoki hijoi tartib bo'yicha ratlagan kitoblarni ko'rsatadi. Masalan Imom Tabaronining Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamus Saghir degan 3 kitobi mushturdir. Yana undan boshqa ajza deganda kitoblar bor. Juz'ul hadis, Juz'ul hadis deymiz. Bu bir risola yoki ayrim bir tom kitob. Yuqorida bayon qilgandek Abdullah ibn Mubarakning Al-Jihad, Az-Zuhd degandek ma'lum bir temada yozilgan kitob bo'lishi mumkin. Ya undan boshqa kichik masalalarda yoki fiqhiy masalaning birasida yozilgan kitoblar bo'lishi mumkin. Al-Ajza degan turdagi hadis kitoblari mushtaq kitoblar bo'lishi mumkin. Masalan Imom Buxoriyning Juz'u Raf'ul Yadayn degan kitobida bu to'g'riliq kelgan butun hadislarni to'plagan. Ya'ni bu ikki qo'lni namozda ikki qo'lni ko'tarishga munosabatlik mushu to'g'riliq kelgan butun hadislarni to'plagan demak. Yana Imom Buxoriyning Juz'ul Qiro'a Xalfal Imom degan kitobida imomning keyin turgan jamoatning qiroat qilish qilmasligiga aloqador bo'lgan butun hadislarni olib kelgan o'sha kitobda. O ikinci turda hadislarni sharhlaydigan kitoblar bor. Masalan Sharhul Ma'anil Asar, Awnul Ma'bud, Fathul Bari, Umdatul Qari degandek mushta sharhiy kitoblar. Yana hadislarga kelgan yot lug'atlarni, g'arib so'zlarni, ma'nosini tushungan bo'lmaydigan so'zlarni izohlab bergan Kutubi G'aribil Hadis degan kitoblar bor. Yana undan boshqa sahobalarning tarjimahanlari to'plangan kitoblar bor. Masalan Ustul G'aba, Al-Isti'ab, Siyaru A'lamin Nubala degandek kitoblar. Degandek mushta kitoblarni ko'rsatadi. Yana undan boshqa ojiz raviylar to'plangan kitoblar bor. Masalan Zu'afaul Kabir, Du'afaus Saghir degandek kitoblar. Yana hadislarning illatlariga xos kitoblar bor. Masalan Al-Ilal degandek kitob. Yana mursal hadislarga xos kitoblar bor. Masalan Al-Marasil degandek kitoblar. Undan boshqa yana Mustalahul Hadis, Al-Mustadrakat qatorliq kitoblar bor. Al-Mustadrakat deganimizda masalan Imom Buxoriy Sahih Buxoriy kitobini to'plashda ma'lum shartlarni bekitgan. Undan Imom Buxoriyninkin Imom Hakim kelib Imom Buxoriyning shartiga muavadislar tushdi, lekin Sahih Buxoriyga kirgizmagan. Mushmu Sahih Buxoriydagi hadislar bilan bir qatorda tura oladigan hadis deb istibro qilib boshqa yana birorning hadisini to'plagan bo'lsa mustadrak deydi ekanmiz buni. Undan boshqa mavsualar bor. Mavsua deganimizda butun hadislarni to'plab hadisning bosh harfidan tortib rattab tizgan yoki biror so'z orqali topqili bo'lgan shaklda yozilgan mushta kitoblarni ko'rsatgan. Mavsua deganimizda. Yuqorida mushu hadis to'g'risida bir oz tushunchaga ega bo'lib o'tdik. Endi Imom Buxoriyninki mushu Sahih Buxoriy kitobi to'g'risida bir oz tunishib o'taylik. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhininki bu kitobining to'liq ismini bayatin o'qib o'tdik. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu kitobini yozishga 16 yil vaqtni sarf qilgan ekan. Bu shu nurg'un shaharlarni aylanib yurib, nurg'un safarlarni qilib 16 yil vaqtini sarf qilgan edi. Oxirida bu shu kitobni yozgan vaqtda, rasmiy yozgan vaqtda har bir hadis yozgan vaqtda tartib ikki rekat namoz o'qib, ashundoq yozgan ekan. Shunda ixlos bilan yozgan ekan bu kitobni.
İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bu kitobni yozishda Imom Buxoriyning oldiga yetib kelgan 600 ming hadisning ichidan suzib elib, sahiylik hadislardagi sahiyligini o'lchashlar nihoyatda qattiq og'ir o'lchamlarni qo'yib, shu 600 ming hadisning ichidan suzib 7375 hadisni ashuna suzib mush kitobga kirgizgan ekan. İmam Buxoriy bu kitobini yozishda hadislarning sahiyligini bağlashda nihoyatda qattiq shartlarni qo'ygan deydi. Masalan, shu hadisni rivoyat qilgan ravi, shu hadisni so'zlab bergan raviga zamondosh bo'lish kerak va shu hadisni shu ustozni o'ngilgan bo'lish kerak. Uningdan boshqa shu hadisni rivoyat qilgan ravi ishonchli bo'lish kerak, odil bo'lish kerak, taqvodor bo'lish kerak degandek mushtaq og'ir shartlarni qo'yib ashundoq tuzgan ekan hadislarni. Hadislarniki sahiyligini baholashda mushtaq og'ir shartlarni qo'yib qilgan ekan. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiningki vafot bo'lgan vaqti hijriya 256 yili, milodi bo'yicha 869 yili Samarqandda vafot bo'lgan. Kasal bo'lib, shu kasal sababidan vafot bo'lib ketgan deydi. Bu İmam Buxoriy rahmetullohi alayh shu o'z vaqtida Buxoro shahrininki hokimi mening bolalarimga ilm yutib qo'ysan degan chog'da uni rad qilgandan keyin Imom Buxoriyni haydab o'tgan ekan. Buxorodan haydab o'tgan ekan. Samarqandga. Va Imom Buxoriyningki mashhur bir so'zi bor ekan, shu chog'da degan. Men ilmni xarqinmayman va buni kishilarningki ishlarga ko'tarib olib bermayman. Ilm o'rgangan odam mening oldimga kelib o'rgansin demashimdi. Shu bir mashhur so'z bor ekan. Bu shu gapni qilib, shu Buxoro hokimininki bolalarga ta'lim tarbiya qilishni rad qilgan ekan. Shuning bilan Buxoro shahri hokimi Imom Buxoriyni Buxorodan haydab o'tib, uningki Samarqandga berib, shu Samarqandda vafot bo'lgan. Xo'sh, birinchi soatlik darsimizda mushunchalik so'zlab turdi. Kelar soatdan boshlab Alloh xohlasa darsni, kitobni boshlab ketamiz. Alloh taolo hammamizga